Qancha daraxt bor yer yuzida? Qancha bo'lgan va qancha bo'ladi daraxtlar? Va qancha barglar bor? Ana shu barglardan birontasi yerga uzilib tushmaydi, magar Alloh biladi. Alloh hamma yoqda bilib turibdi. Alloh o'zining dushmanlarini g'olib qilishga qodir emasmikin deb o'ylash, birodarlar, iymonga teskari tushuncha. Chunki innalloha ala kulli shay'in qodir. Alloh hamma narsaga qodir bo'lgan zot. Yer yuzida bo'layotgan ishlarga Allohning parvosi yo'qmikin degan tushunchada bo'lishdan, birodarlar, iymonga teskari tushuncha. Chunki astagfirullah va huvallazi fis samai ilahun va fil ardi ilah va huval hakimul alim. U Alloh osmonda ham iloh, yerda ham iloh bo'lgan zot. U hikmat egasi va biluvchi bo'lgan zot. Musulmonlarning dushmanlari Alloh xohlamagan ishni ham qila olishadi deb o'ylashgan, birodarlar, iymonga teskari tushuncha.